Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 8-darsini o'qiymiz. Biz har kunlik darsimizda grammatika xaritasini o'zimiz kaga yag'ichilik qisqacha eslab o'tib kelyapmiz. Chunki biz bunday qilgan vaqtimizda o'zimiz grammatikaning qayerga kelganligimizni bilalaymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizdan boshlab grammatika, ya'ni nahvini kalima va kalam deb ikki turga bo'lib so'zlaydi. Uningdan keyin kelimani ism, fe'l, harf deb uchga bo'ladi. Uningdan keyin ismni mabni va mu'rab deb ikkiga bo'lib so'zlaydi. Deb mabni ismlar bilan tanishib bo'lgan. Biz mu'rab ismga kirishdan ilgari o'sha mu'rab ismning aloqador bo'lgan bir qism qoidalar bilan tanishib chiqdik. Ya'ni ismning i'robining turlari, ya'ni asli i'rob, far'i i'rob degandek. Undan keyin biz mu'rab ismni mundaq cho'ng jihatdan ikki turga bo'lib o'tdik. Ya'ni munsarif va g'ayrimunsarif deb. G'ayrimunsarif ismni biz o'tgan soatlik darsimizda so'zlab bo'ldik. Ya'ni 9 sababninki ichidan 2 sabab yoki shu 2 sababning o'rnini turadigan bir sabab topilib qolgan ismlarni biz g'ayrimunsarif dedik. Endi biz bugun mu'rab ismning naq o'ziga kelamiz. Ya'ni mu'rab ismni biz jumladagi o'rni bo'yicha mundaq cho'ng 3 turga bo'lgan. Ya'ni darsimizning boshidagi arab tili grammatika xaritasida buni biz mundaq cho'ng 3 turga bo'lgan. Birinchisi al-marfuat, pashlik o'rindagi mu'rab ism. Ikkinchisi al-mansubat, zivarlik ismdagi mu'rab ism. Uchinchisi al-majrurat, zirlik o'rindagi mu'rab ism deb. Bu mu'rab ismningki jumladagi o'rniga qarab bo'lingan qismi. Ya'ni mu'rab ismlarningki pashlik o'rinda, ya'ni pash o'qildiganlari va zivarlik o'rinda, ya'ni zo'r o'qildiganlari va zirlik o'rinda, ya'ni zir o'qildiganlari va deb 3 turga bo'lgan. Endi biz bugun shu 3 tur bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni 3 turni boshlaymiz. Oldi bilan biz marfuat, ya'ni pashlik o'rindagi ismlar qaysi? Arab tilida pashlik o'rindagi, ya'ni pash o'qilishga tegishli bo'lgan ismlar qaysi deganda, buning birinchisi qaysi ekan? Fa'il ekan. Demak, biz mushu tartib bo'yicha mu'rab ism bilan tanishib chiqamiz. Bugungi darsimiz o'qimoqchi bo'lganimiz fa'il va naib fa'il. Endi al-marfuat, ya'ni pashlik o'rindagi pash o'qiladigan ismlar birinchidan fa'il. Arab tilida fa'il nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Qanday ismni biz fa'il deymiz? Biz buni tuanda so'zlaymiz. Ikkinchisi naib fa'il. Arab tilida naib bo'lgan fa'il bo'lgan ism nima bo'ladi? Pash bo'ladi. Üçüncüsü mubtada. Yani mubtada peş buludu. Dördüncüsü haber. Haber peş buludu. Beşincisi inninin haberi ve onun turdaşlarının haberi. Altıncısı kanının ismisi ve onun turdaşlarının ismisi. Yettincisi leysiga o'xshab ketadigan ma ve la'nın ismisi. Leysiga o'xshab ketadigan ma ve la'nın ismisi mu nima o'qiladi? Peş o'qiladi. Oxirgisi jinsini yo'qqa chiqaruvchi la, ya'ni la nafiya lil jinsi deymiz. Jinsini yo'qqa chiqaruvchi la'ning xabari. Xabarula ina fil jins. Tubni yo'qqa chiqaradigan la'ning xabari. Mana bu arab tilidagi pashlik o'rindagi, ya'ni pash o'qilishga tegishli bo'lgan ismlar. Birinchidan fa'il, ikkinchidan naib fa'il, uningdan keyin mubtada, xabar, innining xabari va uning turdoshlarining xabari, kanının ismisi ve onun qarindoshlarının ismisi, leysiga o'xshab ketadigan ma va la'ning ismisi, jinsni yo'qqa chiqaruvchi la'ning xabari. Endi fa'il degan nima, naib fa'il degan nima, mubtada degan nima, xabar degan nima, bular bilan tafsiliy tanishib chiqamiz. Oldi bilan fa'il pashlik ism ekan, ya'ni pash o'qilishga tegishli ism ekan. Unda o'z fa'il degan nima? Fa'il deganimiz hadduhu, uning ta'rifi, ya'ni tanishtirilishi, kullu ismin qablahu fi'l. Beşida fiil kelgan har qanday ism arab tilidan bo'ladi, fa'il bo'ladi. Bir ism kelib, uning beshida fiil kelgan bo'lsa, buning bo'ladi, fa'il bo'ladi. Masalan, zahaba Muhammadun desak, Muhammad keldi desak, bu yerdagi zahaba degan fiil, undan keyin nima keldi? Muhammad degan ism keldi. Ya'ni bu ismni biz nima deymiz? Fa'il deymiz. Nimishqa biz fa'ilni ilgirisida fiil kelgan ism degan, ya'ni Muhammad degan bu ismning ilgisida zahaba degan fiil kelganligi uchun nima deymiz? Fa'il deymiz. Buni texnik oddiy qilib tushuntirgan vaqtimizda fa'il deganimiz har qanday ish harakatining qilg'uvchisini deymiz, fa'il deymiz. Masalan, zahaba Muhammad
Jalasa Muhammad desak, Muhammad o'ltirdi, Muhammad badi. Bu jumladagi badi o'ltirdi degan fe'lning egisi, ya'ni qilg'uvchisi kim? Muhammad. Demak, ish harakatni ibbog'uchini bo'ladi, fa'il bo'ladi. Ya'ni bu kitobimizda texim oddiylashtirib, ilgirisida fe'l kelgan har qanday qismini deymiz, fa'il deymiz degan. Yoki sifatun usnida ilayhi ala ma'na annahu qama bihi. Hamda beshida fe'l kelgan har qanday ism yoki beshida sifat kelgan, u sifat uningga yulangan ala ma'nan annahu qama bihi. Uni, ya'ni u sifatni u ism qildi degan ma'na bo'yicha uningga yulangan sifat, ya'ni uningga sifat yulangan bir sifat bo'lgan bo'lsa, shu ismning oldida yana nima bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Ya'ni fa'il deganimiz beshida fe'l kelgan ism yoki beshida sifat kelgan, u sifat uningga shu sifatni qilguvchi deb yulangan bo'lsa, yana nima bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Masalan, qama Zaydun. Zayd turdi. Bu jumla qarasak, biz Zaydni fa'il deymiz. Shuning uchun nima qildi? Zaydun deb pesh qildi. Nima uchun buni fa'il deymiz? Chunki ish harakatning qilguvchisi. Tuandagi ta'rifat qilsak, chunki bu Zayd degan ismning beshida nima keldi? Fi'il, ish harakat keldi. Shuning uchun biz buni deymiz, fa'il deymiz. Aw sifatun usnida ilayhi ala ma'nan annahu qama bihi. Yana bir tunishtirilishi yoki bir sifat kelib, u sifat uningga shu sifatni u qildi deb yulangan bo'lgan bo'lsa dedik. Ya'ni bir ismdan ilgari bir sifat kelib, shu sifatni shu ism qilgan bo'lsa, nima bo'ladi? Yana fa'il bo'laveradi. Masalan, Zaydun daribun abuhu Amron. Qarang, Zayd urg'uchi, abuhu u Zaydning dadasi Umarni. Zayd u Zaydning dadasi Umarni urg'uchi. Bu yerda Umarning o'g'li kim? Zaydmi yoki u Zaydning dadasimi? U Zaydning dadasi. Demak, daribun degan bu ism fa'il. Arab tilida ism fa'il, ism maf'ul nima bo'ladi? Sifat deb qaraladi, sifat deb ataladi. Ya'ni bu degan bu ismning oldida daribun degan sifat keldi va bu daribun degan sifat kimga ulandi? Ya'ni bu urush degan sifat kimga yuz berdi? Abuga yuz berdi. Demak, daribun degan sifat abuga qanday qildi? Yulandi. Nima deb yulandi? Ala ma'na annahu qama bi. Ya'ni urush degan ish harakatni u qildi, u ibbadi deb qanday qildi? Yulandi. Ya'ni urushni kim qildi? Abu qildi. Mana bu har qanday beshida fe'l kelgan ism yoki beshida sifat kelib, u sifat u ismga yulangan bo'lsa, ya'ni shu sifatni shu ism ibbadi degan ma'niga asosan shu sifat shu keyindan kelgan ismga yulangan bo'lsa, yana shu ismdan bo'laveradi, fa'il bo'laveradi. Deganning misoli mana shu. Zaydun daribun abuhu Amron. Zayd u Zaydning dadasi Amrni o'g'uchi. O'g'uchi degan bu sifat Abu qanday qildi? Yulandi. Ya'ni urush kimda yuz berdi? Abu'ni yuz berdi. Shuning uchun biz bu yerda Abu nim deymiz, fa'il deymiz. Demak, fa'il deganimiz beshida fe'l kelgan ism yoki beshidan bir sifat kelsa, sifat deganimiz ism fa'il yoki ism maf'ul. Beshiga nima kelgan bo'lsa, ism fa'il yoki sifat kelgan bo'lsa, shu sifat shu ismga yulangan bo'lsa, bu ism yana nima bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Masalan, bu yerdagi qama Zaydunda Zayd degan so'zning beshida fe'l va Zaydun daribun abuhu Amran degan bu jumlada abu degan bu ismning oldida daribun degan sifat bor. Bu sifat abuhu qanday qildi? Yulandi. Nima deb yulandi? Bu abu daribun degan sifatni, ya'ni urush degan sifatni ibbadi deb yulandi. Mana bu shuningdek sifat keyindan kelgan ismga shu sifatni ibbadi degan ma'no bo'yicha yulangan bo'lsa, bu ism yana bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Demak, bu jumladagi Zaydun bunimi fa'il, shuning uchun nima bo'ldi? Peshi qildi. Abuchu bumi fa'il. Ya'ni daribun degan bu sifat uning uylangan. Shunga darib abuni bo'ldi. Fa'il oldi. Shuning uchun qani fa'il degan peshi qiladi, peshning alomati desa, biz ismning i'robining turlarini o'qigan vaqtimizda far'i i'robda peshlik alomati vav bilan bo'ladi deb 6 dona ism sanagan. Shuning ichida axuka, abuka batdi. Demak, mana shu 6 ismning qatoridan bo'lg'achqa, buning peshlikning alomati vav bilan bo'ldi deymiz.
Ya'ni abuh bu yerda fa'il, tashkilning alomati vo deymiz. Bunda tashkilning alomati far'i bo'ladi, ya'ni vo bilan bo'ladi deymiz. Endi daribun abuhuda daribunni sifat dedik, abuni uchun fa'il dedik. Ya'ni harakatni qiluvchi dedik. Bu yerda biz daribunni daraba degan fe'lning o'rnini o'ynaydi deb qaraymiz. Ya'ni bu yerdagi sifat daraba urdi degan fe'lning amalini qildi, undan keyin abu fa'ili bo'ldi deymiz. Mana bu ism fa'ilninki tunishtirilishi. Endi yuqoridagi misol qarasak, qama Zaydun. Bu jumlada Zaydun fa'il bo'ldi. Bu fa'il oshkor ism bo'ldi. Endi fa'il mana shunga o'xshash ism, oshkor ism bo'ladi, Zayd deganga o'xshash. Al-fa'il imma yakunu isman zohiran deydi. Fa'il yoki oshkor ism bo'ladi. Xuddi qama Zaydun deganga o'xshash. Aw damiran barizan yoki oshkora damir bo'ladi. Aw mustatiran yoki yushurun damir bo'ladi. Masalan, zahaba Zaydun, qama Zaydun, Zayd tudi, Zayd ba'di, jalasa Zaydun deganga o'xshash bu jumlada fa'il oshkor ism bo'lib kelgan. Zaydun oshkora fa'il bo'lib keldi. Oshkor ism fa'il bo'ldi. Darabtu Zaydan, Zaydni urdim. Bu jumlada daraba fi'il, tuchu fa'ili. Demak, bu yerda fa'il nima bo'ldi? Ism bo'ldimi? Yo'q, damir bo'ldi. Oshkora damir bo'ldi. Ism bo'lmay, oshkora damir bo'ldi. Endi Zaydun zahaba. Zayd ketdi. Bu jumla qarasak, zahaba degan bu fe'il har qanday fe'il bo'lgan arab tilida uni nima bo'ldi? Fa'il bo'ladi. Ketdi degan bu fe'ilning fa'ili qani? Esimizda olsun, fa'il cho'qqum fe'ildan keyin keladi. Biz ilgari kelgan ismni hech qachon fe'ilning nima demaymiz? Fa'ili demaymiz qoidada. Zayd ketdi. Garchi bu ketish degan harakatning egasi Zayd bo'lsa-mu, bu qoida unda deyilmaydi. Unda bo'lsa, zahaba deganning fa'ili qani desa, bu yushurun, zahaba degan fe'ilning tegidi yushurun ba deb qaraymiz. Nim deb ba desa, ketdi, qarama, ketdi, kim ketdi? U ketdi. Ya'ni zahabaning tegida huwa degan yushurun damir ba. Shu huwa damir kimni ko'rsatmoqchi? Zaydni ko'rsatmoqchi. Demak, ammo Zaydni fa'il demaymiz. Fa'ilni yushurun damir deymiz. Demak, fa'il zahaba Zaydun degan jumladagi Zayd o'xshash oshkora ismi bo'ladi. Darabtu Zaydan degandagi jumlaga o'xshash tu, ya'ni damir oshkora zamirmi bo'ladi. Zaydun zahaba degan jumladagi zahabaning tegidagi yushurun damirmi shu fa'il. Demak, fa'il oshkora ism, oshkora zamir va yushurun zamir shu bo'ladi. Endi buni deganing nima foydasi bor deganda, bu yerda mundaq bir qoida chiqadi. İza kana al-fa'il isman zohiran wuhida al-fi'lu abadan. Agar fa'il oshkor ism bo'lsa, xuddi zahaba Zaydun deganga o'xshash damir emas, oshkor ism bo'lgan vaqtda, ya'ni oshkor ism bo'lsa, wuhida al-fi'lu abadan. Fe'l mangu birlik keltiriladi. Chunki fa'il oshkor keldi. Fa'il oshkor kelgandan keyin fe'lni birlik holatga keltirsak, ko'p bo'laveradi. Masalan, ko'p Zayd, masalan, nurg'un Zayd kelgan bo'lsa, zahaba Zayduna deymiz. Yoki daraba Zayduna deganga o'xshash. Masalan, daraba Zaydani. Bu ikki Zayd keldi degan vaqtimizdami? Daraba fe'l birlik holatga keldi. Chunki daraba deb ikkilik keltirish behojat. Chunki daraba degan ikkilikdagi alifi fa'il. Bu yerda yana fa'ilni kirishning hojati yo'q. Chunki bu yerda fa'il oshkora. Oshkora kelgan vaqtida bu Zaydan bu yerda oshkor keldi, shunga fe'lni shu birlik holatga keltiramiz. Daraba Zayduna, nurg'un Zaydlar urdi dedik. Bu yerdagi fa'il ko'p, ammo fe'l birlik keldi. Nima uchun? Qoida shuki, fa'il oshkora ism bo'lgan vaqtda fe'l birlik keltiriladi. Bu bir qoida. Endi in kana al-fa'ilu muannathan haqiqiyan unitha al-fi'lu abadan. Agar fa'il muannas haqiqiy bo'lsa, endi muannas haqiqiy degan nima deganda, muannas haqiqiy deganimiz uning barobarida erkak o'g'ini. Masalan, muslimatun desak, ayol kishi degan gap. Muslimun bo'lsa erkak kishi, musulmon degan bo'ladi. Demak, uning barobarida nima bo'lgani? Erkak bo'lgani. Ya'ni shuningdek
haqiqiy muannas bo'lsa, masalan Zeynep, Fatima deymiz. Bularning hammasini bo'ldi muannas haqiqiy bo'ladi. Chunki uning barobar er kishi bor. Agar fa'il muannas haqiqiy bo'lsa, unnifal fi'lu abadan. Fe'l mangu ayollik keltiradi. Ya'ni fa'il ayollik bo'lib qolsa, fe'lni qanday keltiramiz? Ayollik keltiramiz. İllam tufsal baynahu va baynal fa'il. Shart shuki, fe'l bilan fa'ilning o'rtasida ayrilib ketmasa. Agar ayrilib ketsa, buni tuan so'zlaymiz. Demak, agar fa'il haqiqiy muannas bo'lib qolsa, masalan Fatima deganga o'xshab, Zeynab deganga o'xshab, haqiqiy muannas bo'lib qolsa, fe'lni cho'qim qanday keltiramiz? Ayollik shaklda keltiramiz. Masalan, qamat hindun, qamat fatimatu, qamat zeynabu deganga o'xshash. Endi fa'il muannas haqiqiy ekan, xuddi hindun, fatima deganga o'xshash. Ammo fe'l bilan fa'ilning o'rtasi ayrilib ketsa, endi yuqorida biz fe'l bilan fa'ilning ayrilib ketmasligini shart qildik. Endi bu shartga qarshi holatda agar fe'l bilan fa'ilning o'rtasi ayrilib ketsa desa, va in fusilat falakal xiyar fi at-tadhkir va at-ta'nis deydi. Agar ayrilib ketsa, ya'ni fe'l bilan fa'ilning o'rtasi ayrilib ketsa, falakal xiyar. Siz uchun ixtiyor erlik keltirishda va ayollik keltirishda. Demak, ayollik keltirsangiz bo'ladi, ayollik erlik keltirsakmi bo'ladi. Masalan, qamat hindun degan jumlada ikkisini o'rtasi qanday qildi? Ayrilib ketdi. Masalan, qamatil yawma hindun. Qamatil yawma hindun. Qamat degan fe'l bilan hindun degan fa'ilning o'rtasiga al yawma degan zarf, ya'ni vaqt tarafish kirib oldi. Ayiribdi fe'l bilan fa'ilning o'rtasidan. Bunda vaqtda qamal yawma hindun desakmi bo'ladi, qamatil yawma hindun desakmi bo'ladi. Birinchidan muannas haqiqiy bilan fe'l qana qilsa, ayrilib ketsa, ikkili xil yo'l to'g'ri. Fe'lni erlik keltirish va ayollik keltirish. Va kazalika fil muannas ghayr al haqiqiy va jam'u at-taksir deydi. Va shuningdek muannas g'ayr haqiqiy demoqchi shuningdek. Endi muannas haqiqiyni tushundik. Ya'ni haqiqiy ayollarning ismi, ya'ni uning barobarida erligi bo'lgan haqiqiy muannasni biz muannas haqiqiy dedik. Endi muannas g'ayr haqiqiy degan nima deganda, arablar nima bo'lgan ayollik shaklda ishlatgan, lekin uning barobarida erlik yo'q. Uning barobarida nima yo'q? Erlik yo'q. Bunda bo'lib qolsa, buni biz muannas g'ayr haqiqiy deymiz. Va kazalika va shuningdek muannas g'ayr haqiqiyda va jam'u taksirda. Ya'ni muannas g'ayr haqiqiyda va jam'u taksirda o'xshashlar erlik keltirsak bo'ladi, ayollik keltirsak bo'ladi. Jam'u taksir degan nima edi? Ko'plik bo'lgan vaqtda birlikka sundirilib, pochilinib ko'plik bo'lg'aysa. Masalan, rajulunni rijalun deb ko'plik bo'ldi. Birlik qana qilib ketdi? Pochilinib ketdi. Buning misollari masalan qamatil yawma hindun. Buningga qamal yawma hindun desakmi bo'ladi, qamatil yawma hindun desakmi bo'ladi. Chunki hindun degan bu muannas haqiqiy, hindi degan ayolning ismi, endi xinim degan gap, bu hindu bilan qama degan fe'lning o'rtasi al-yawm bilan ayrilib ketgachga erlik keltirsakmi bo'ladi, ayollik keltirsakmi bo'ladi. Endi muannas g'ayri haqiqiyda, ya'ni o'zining barobarida bir erligi yo'q. Shamsu degan arab tilida qanday qilinadi? Ayollik deb qaraladi. Kun degan so'zga ayollik bo'yicha muomala qilinadi. Lekin bu shamsuning erligi bormi? Yo'q. Jufti yo'q buning. Unda bo'lsa bu muannas g'ayri haqiqiy bu. Lekin arablar muannas ishlatgan, ammo g'ayri haqiqiy, haqiqiy emas. Bunda qo'p qolsa-chi, buning o'ttirisi ayrilmasin. Ayrilmagan holatdami erlik keltirsakmi bo'ladi, fe'lni ayollik keltirsakmi bo'ladi. Masalan, ash-shamsuni ayollik muannas g'ayri haqiqiy deymiz. Buningga tala'ash shamsu desakmi bo'ladi, tala'atish shamsu deb ayollik bo'yicha muomala qilsakmi bo'ladi. Yana shu jam'u taksirmi shu bo'yicha muomala qilsak bo'ladi. Erlik bo'yichami, ayollik bo'yicha muomala qilsakmi bo'ladi. Ya'ni masalan, qamar rijalu desakmi bo'ladi, qamatir rijalu desakmi bo'ladi. Ikkilisi to'g'ri. Demak, muannas haqiqiyda fa'il muannas haqiqiy bo'lsa, ya'ni haqiqiy ayollarning ismi bo'lsa, buningda agar ikkisi, ya'ni fe'l bilan fa'ilning o'rtasi ayrilib ketmagan ahvol ostida cho'qqum fe'lni qanday qilish kerak? Ayollik keltirish kerak. Agarda o'rtaga bir fasil chiqib qolsa, ayollik keltirsak ham bo'ladi, erlik keltirsak ham bo'ladi. Endi muannas g'ayri haqiqiyda, ya'ni uning erlik bo'lmagan, uning barobarida bir erlik bo'lmagan muannas g'ayri haqiqiyda qanday muomala qilamiz? Erlik bo'yicha muomala qilsak ham bo'ladi, ayollik bo'yicha muomala qilsak ham bo'ladi. Jamoat tafsirimiz shunga o'xshash. Endi jumlada cho'qim fa'il
fiilden keyin keladi dedik. Ya'ni fiil nerede keladi? Fa'ilning beshida keladi. Masalan, zahaba Zaydun deganga o'xshash. Fiil degan ish harakat. Fa'il degan shu ish harakatning qilg'uvchisi. Endi ish harakat bo'ldi, ish harakatning qilg'uvchisi bo'ldi. Endi ish harakat ustiga bir tushadigan narsa bor. Masalan, daraba Zaydun Muhammadan desam, urdi Muhammad urdi Zayd Muhammadni. Bu jumlada urdi Zayd Muhammadni degan bu jumlada urdi degan fiil, Zaydun degan shu urishning fa'ili. Endi kimni urdi? Bu urish degan ish harakat kimning ustiga tushdi? Muhammadning ustiga tushdi. Biz arab tilida ish harakat ustiga tushgan narsani deymiz, maf'ulun bih deymiz. Endi jumlada fiil beshida keldi, uningdan keyin fa'il keldi, uningdan keyin maf'ul keldi. Agar bu fa'ilni maf'uldan, ya'ni ish harakat ustiga tushadigan ismdan keyin keltirsak bo'lamdi desa, bo'laveradi. Masalan, daraba Muhammadan Zaydun. Urdi Muhammadni Zayd deb maf'ulni, ya'ni urilg'uchini ish harakat ustiga tushgan ismni biz fa'ildan, ish harakatni qilg'uchidan ilgari keltirsak bo'ladi. Ammo cho'qim fa'ilni ilgari, maf'ulni keyin keltirish kerak bo'lgan bir o'rin bor. Qaysi o'rinda shunday bo'ladi deganda, yajibu taqdimul fa'il alal maf'ul idza kana maqsurayn wa khifal labs. Vacib bo'ladi, ya'ni qat'iy kerak fa'ilni maf'ulga ilgari keltirish agar ikkilisi maqsur ism bo'lsa. Ya'ni oxirida qisqartirilgan alif bo'lgan ism bo'lsa, lozim alif bo'lgan ism bo'lsa. Masalan, Musa, Isa deganga o'xshash, oxirida kichik alif bo'lgan ism bo'lib qolsa, cho'qim fa'ilni beshida keltiramiz, undan keyin maf'ulni keltiramiz. Nima uchun? Men bayatınqi jumlada bo'ldi degan. Endi maqsurlab qolsa cho'qim oldi ilgari keyin qilsak bo'lmaydi. Cho'qim fa'il beshida kelish kerak deganda, bayatınqi jumlada daraba Zaydun Muhammadan degan jumlada Muhammad ya'ni maf'ulni ilgari keltirsak bo'ladi. Chunki daraba Muhammadan Zaydun deb bu yerda oxiridagi o'qilish qarablam biz ma'u fa'il ekan, ma'u maf'ul ekan deb ayirib olaymiz. Masalan, daraba Muhammadan Zaydun desam, Zaydun fa'il ekan deymiz. Nima uchun? Zaydun nima qilibdi? Pasha qilibdi. Muhammadan zivara qilibdi. Chunki bu maf'ul, ish harakat ustiga tushgan narsa maf'ul nima qiladi? Zivara qiladi. Demak, zivara o'qilganligi, pasha o'qilganligi qarablam uning jumladagi o'rnini bilib olaymiz. Pasha o'qilgan bo'lsa fa'il ekan deymiz, zivara o'qilgan bo'lsa maf'ul ekan deymiz. Ammo maqsur ismlarda buningda i'rob taqdir qilingachqa, biz yuqorida o'rgangandek, buningda harakatlar taqdir qilingachqa uqilolmaydi, qaysi fa'il, qaysi maf'ul. Tayaqni bagini qaysi, tayaqni yigini qaysi uqilolmaydi. Masalan, daraba Musa Isa. Musa Isa'ni urdi dedim. Bu yerda o'g'ini Musa, tayaqni yigini Isa. Men Isa'ni Musa'da ilgari keltirib qo'ysam, uni qaysini tayaqligini uqilolmaydi. Agarda bu bayatınqi Muhammadan Zaydan deganga o'xshash, unda bir oxirini i'robi harakati taqdir qilinmaydigan, oshkor qilinadigan ism bo'lgan bo'lsa, biz uni o'qilishi qarablam ma'u fa'il ekan, ma'u maf'ul ekan ayirib olaydik. Ayirilanmag'achqa bu yerda cho'qim beshida kelganda biz nima deymiz? Fa'il deymiz. Agar biz fa'ilni bilsak, cho'qim fa'ilni beshida keltiramiz. Agar bizga shunday bir jumla kelib qolsa, beshida kelganda nima deymiz? Fa'il ekan deymiz. Masalan, daraba Musa Isa desa, Musa Isa'ni urdi deymiz. Daraba Isa Musa desa, Isa Musa'ni urdi. Ya'ni beshida kelganda fa'il bo'ladi, keyin kelganicha maf'ul bo'ladi. Deydi, yajibu taqdimul fa'il alal maf'ul. Fa'ilni maf'ulga ilgari qilish vojib bo'ladi agar ikkilisi kana, agar ikkisi bo'lsa, maqsur ism bo'lsa, va khifal labsi va olishib ketishdan, va khifal labsi olishib ketishdan qo'rqsa. Ya'ni ikkisining qaysining fa'il, qaysining maf'ulligini uqolmaydigan ilishib ketishdan qo'rqsak, cho'qim qanday keltiramiz? Fa'ilni beshida keltiramiz. Masalan, daraba Musa Isa deganga o'xshaydi. Bu yerdagi Musa fa'il deymiz. Ammo ikkilisi maqsur ism bo'ladi. Buningda ilishib ketishdan qo'rqmasak-chi, ya'ni uquli bo'lsa-chi, ya'ni ma'no jihatdan uquli bo'lsin bo'ldi, ma'no jihatdan uquli bo'lsa desa, bu bo'laveradi. Masalan, akalal kummathra al-Yahya deydigan bir jumla. Bu yerdagi Yahya qurd degan gap. Kummathra-chi omil. Ya'ni bu yerda akalal kummathra Yahya deb, bu yerdagi kummathra omutni qutiydi degandagi omutni, ya'ni yeyilgan narsani, ya'ni maf'ulni fa'ilning beshida keltirdik. Bu bo'laveradi. Nima uchun? Buning ma'nosida ilishib ketmaymiz. Chunki hech qachon omutninki qutni yeyish ehtimolligi yo'q. Keyingi kasimi garchi fa'il
Ama fail ekan çünkü qud degan omudni yeydi, omud degan qudni yemaydi deb biz erishib ketishdan bu yerda qo'rqmaymiz. Ammo daraba Musa Isa deb qo'rqamiz. Chunki balkim Musoni urishi mumkin yoki taqishi mumkin. Isoni taqishi mumkin yoki urishi mumkin. Ikkilisi ura oladigan, taqiyalaydigan shaxs. Shuning uchun bu yerda erishib ketishdan biz qo'rqamiz. Shuning uchun failni beshida keltiramiz. Hamda yajuzu hazful fi'l val fa'il ma'an haythu kana qarina. Hamda faillan odatda fi'lni tashlasak bo'ladi. Ma'na bilinsa, fi'lni tashlab etib fa'ilni kelsak bo'ladi. Masalan, man jaa desa, kim keldi desa, jaa Muhammadun, Muhammad keldi desak bo'ladi, ammo Muhammad desak bo'ladi. Jaa'ni tashlasak, Muhammad desak, Muhammad keldi degan bo'ladi. Muhajjan akamisak ma'na qanday qilinadi bilinadi. Bu yerda biz fe'lni tashlayapmiz. Endi fe'l bilan fa'ilni teng tashlasak bo'lamdi deganda fe'lni va fa'ilni birlikda qarina bo'lganda, ya'ni dalil bo'lganda tashlasak bo'ladi. Ya'ni tashlasak bu ma'na bilinsa tashlasak bo'ladi. Masalan, man daraba kim urdi desak, Zaydun desak, bu yerda fe'lni tashlayapmiz. Fe'lni cho tashlayapmiz. Mesela daraba Zeydun. Daraba degan fe'l tashlab, Zeydun desak, Zeyd urdi degan bo'ladi. Fe'l tashlasak bo'ladi. Endi fe'l bilan fa'ilni teng tashlab o'tishning misoli aqama Zeydun, Zeyd turdimi deb so'rasak, bu yerda na'am qama Zeydun, Zeyd turdi desak, to'liq akagan bo'lamiz. Fe'lni va fa'ilni. Ammo fe'l bilan fa'ilni tashlasak-chi, dalil bor, ma'no chiqadi, siyoq tilam. Masalan, Zeyd turdimi bo'lsa, na'am desak, yerdagi qama Zaydun degan fe'l bilan fa'ilni teng tashlasak-chi bo'ladi. Chunki bu yerdagi qarina, ya'ni dalil buni ifodalaydi. Endi fa'ilninki tunishtirilishi tugadi. Ya'ni fa'ilni biz o'rganib bo'ldik. Endi arab tilida fa'ildan boshqa bir naib fa'il deb bir fa'il bor. Naib fa'il. Bu naib fa'il degan qanday fa'il deganda odatda biz fa'ilni sharkatni ibog'uvchi, sharkatni qilg'uvchi deb tushunadi. Naib fa'il degan joy desa bir fe'lninki fa'ili bilinmadi. Qilg'uvchisi qanday qildi? Bilinmadi. Bu bilinmaslik yoki bilmaganlikdan yoki biz o sharkatni qilg'uvchisini deyishdan qo'rqqanligimiz tufaylidan bo'lsin, nimadan bo'lsin, biz fe'lning fa'ilini so'zlayolmagan vaqtimizda maf'ulni shu fa'ilning o'rniga akilib, uningga biz naib fa'il degan nomni beramiz. Masalan, daraba Muhammadun Zaydan. Muhammad Zaydni urdi. Bu jumlada fa'ilmi bor, maf'ulmi bor. Endi biz Muhammad Zaydni urdi desak, Muhammadning ismini atamaylik. Chunki biz Muhammaddan sal qo'rqamiz. Yoki biz u odamni bilmasak, fa'ilni akamay, maf'ulni fa'ilning o'rniga qo'yib, naib fa'illik hukmini beramiz. Masalan, duriba Zaydun. Bu vaqtda fe'l qanday keladi? Majhul hukmsiz shaklda keladi. Ya'ni duriba Zaydun. Zayd urildi. Qaranglar, bu vaqtda fa'ilim yo'q, ya'ni urildi. Fe'l hukmsiz holatda keladi. Uningdan keyin maf'ul fa'ilning o'rnida turib, naib fa'il bo'ladi. Bu nima qiladi? Tashviq qiladi. An-naibul fa'il. Naib fa'il hadduhu uning tunishtirilishi kullu maf'ulin hudifa fa'iluhu va uqima huwa maqamahu. O har qanday maf'ul bo'lib, uning fa'ili tashlangan va u fa'ilning o'rnida turg'izilgan deydi. Ya'ni fa'ilni tashlanib, maf'ul fa'ilning o'rnida turg'izilgan har qanday maf'ulni biz nima deymiz? Naib fa'il deymiz. Masalan, xuliqal inson. İnsan yaratildi desak, asli xalaqallohul insana. O'zbara qilish kerak inson. Chunki bu yaratilg'uchi, yaratishdan iborat sharkat buning ustiga tushgan, ya'ni maf'ul. Endi bu yerda biz Alloh degan lafzul jalolni hazb tashlab o'tib turib, sizga tushuntirish uchun xuliqal inson yaratildi desak, bu yerda fa'il tashlandi. Uningdan keyin inson degan bu maf'ul fa'ilning o'rniga chiqib, naib fa'illab nima qildi? Tashviq qildi. Shuning uchun fe'lni xuliqa deb qanday shaklda keldi? Majhul shaklda keldi. Duriba Zaydun deganga o'xshash. Demak, naib fa'il deganimiz asli maf'ul.
şu cümledeki fail bo'lmag'achqa, fail tashlang'achqa, şu failning o'rniga chiqqan. Shuning uchun buni bo'lgan pesh o'qilib naib fail bo'lgan deymiz. Endi buningki oshkor ism bo'lishi, domir oshkora domir bo'lishi va yushurun domir bo'lishi va fe'lningki agar faili oshkor ism bo'lsa birlik kelishi yoki faili muannas haqiqiy bo'lib qolsa va fe'l bilan failningki naib failsi o'rtasida ayrilmagan vaqtda fe'lningki mangu ayollik kelishi ayrilib ketsa yoki muannas g'ayri haqiqiy bo'lib qolsa yoki jamoat taksir bo'lib qolsa buningda muannas keltirsakmi bo'ldiganligi yoki muannas keltirmasakmi bo'ldiganligidan iborat bir qator fail o'rgangan qoidalarning o'zi naib failga tushadi. Shunga biz bu yerda buni qayta takrorlamadik. Qayta qanday qilmadik? Takrorlamadik. Ya'ni failningki qoidalarning hammasi tunishtirishidan boshqa hammasi biz tunishtirishdan keyin so'zlagan qoidalarning hammasi naib failga qanaqa qiladi? Tushadi. Shuning uchun bu yerda biz uni qayta qanaqa qilmadik? Takrorlamadik. Unda bo'lsa savoqdoshlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelasi soatlik darsda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.